Assalomu alaykum va rahmatulloh do'stlar. Hozir sizlarga iPhone bilan Samsung telefonida ekranini qanaqa qilib tekshirishni o'rgataman. Siz telefon sotib olyapsiz, masalan, iPhone'da Luboyni olasizda, bitta Luboy nimani ishlab turasiz, programmani. Shunaqa qilib ekranni hamma joyiga aylantirib chiqsangiz bo'ladi. Mobodo qayerdadir ishlamayotgan bo'lsa, ashit qo'yib yuboradi. Qo'lingiz uzmasdan shunaqa qilib hamma joyiga aylantirib chiqinglar. Joy ishlamayotgan bo'lsa, atkas qilsa, sirasi qo'yib yuboradi, ashitda ilova qolib ketadi. Xuddi shunaqa qilib tekshirib olsanglar bo'ladi iPhone'da ekranni. Keyin kamerasiga qarasizlar, sentrda turgan bo'lsa, hech qanaqa chang g'ubor yo'q bo'lsa, demak bu ekranni alishmaganini bildiradi. Tur tonini ko'rasizlar. Tur toni uchalasi ham turishi kerak. Keyin ichkariga kirib turib, настройкаga kirasizlar, boshdan ko'rsatib qo'yay. Xo'p, настройкаga kirib, основнойga kirasizlar, объект устройствоga kirasizlar, mana 40 testga. Shu yerda bitta bosasizlar. Bundan pastiga chiqib turadi o'zi ошибкасы bo'lsa agar. Ошибкасы bo'lsa mana chiqib turadi. Bitta bosasizlar, nimasi alishgan bo'lsa ko'rsatib beradi. Masalan, mana telefonimizda alishgan, sizlarga oson bo'lishi uchun ko'rsataman. iPhone 11 Pro. Buni narxi shunchadan arzon, lekin original ekran qo'yilgan mana 2300 ga 11 Pro 256 ta 100 yomkist. Настройкasiga kirasizlar mana. Display Face ID yo'q deb turadi. Buning uchun Любой telefondan настройкаga kirsanglar, xuddi shu joyga kiradi. Основнойga kirasizlar, объект устройствоga kirasizlar mana. История детали обслуживания bitta bosinglar mana. Akkumulyator alishgan deyapti, ekran alishgan deyapti, Face ID'si alishgan deyapti. Ne qiladi? Shu alishgan joylarini o'zi sotib qo'yadi. Kamerasi alishgan bo'lsa, kamera darshi yozib qo'yadi. Bu iPhone'ni shunaqa qilib tekshirib olish degani. Turtonini ham chiqarib qo'yishaveradi ko'pchilik. Endi ishonchli tanishlardan olganinglar ma'qul. Shuning uchun iPhone telefonlari, hamma telefonda ham shunaqa iPhone 14 Pro'miz vakuum holatda ochilmagan, 256 GB xotira, za ikkita sim kartali $520 deyapmiz. $500 qilib beramiz. 82 yomkis 256. Endi Samsung telefonda qanaqa qilib tekshirsa bo'ladi? Ekranini qaysini olaylik mana. 51 AMOLED ekran bo'ladi. Ko'ryapsizlar, buni ham kamerasi tiniq turibdi o'rtada. Birinchi o'rinda kamerasiga qarab olib bitta bilib olsanglar bo'ladi. Keyin ekranda tiniqligi, sariq dog'lar yo'qmi? Buni ramkasi ham kengayib ketadi alishsa. Chiqib ketamiz hamma joydan, masalan, buni ham xuddi shunaqa tekshirsa bo'ladi. Bunda faqat kod yoziladi. Yulduz reshotka 0, yulduz reshotkani terasizlar. Ana mana shunaqa funksiyalar chiqadi. Touchni tanlaysizlar o'rtada. Mana shunaqa bunda ham aylantirib chizib ketasizlar. Mobodo biron joy ishlamayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa mana uzuq bo'ladi. Bunday tortganlarda mana ikki chizilyapti. Agar bitta ham joyda nima bo'lsa, ashajat qolib ketadi, chizilmaydi. Shunaqa qilib zo'r qilib tekshirib olsanglar bo'laveradi, ekran ishlayotgan, ishlamayotganini. Bu telefonlarimizni reklama qilib qo'ydik. Boshqa videolarimizda ko'rsanglar bo'ladi. Video foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqinlarga borib qo'ysanglar, telefon olayotib aldanib qolishmaydi, foydali bo'ladi. Bemalol sizlar ham shunaqa qilib o'zingizlarning telefoningizlarda tekshirib olsanglar bo'laveradi, aloqaga chiqaverasizlar. Halim do'konimizda ishonchli, sifatli, yaxshi telefonlar hamyonbop narxlarda O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Naqd pul muddatli to'lovga qilib beraveramiz. O'zbekistonda qayerdan bo'lsangiz ko'rsatinglar. Albatta video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.